24 bətlik məxfi hüccət qandaq aşkarlandı? New York Times gazeti. Uyghur agentligi qisqa tarjimasi. 2019 yılı 9 dekabr. 16 noyabr New York Times gazeti Xitaylarning Uyghur siyosatiga munosabatlik 403 bət məxfi hüccətni aşkarlab, Xitay dəslab inkar qilib, ondan pədazlashqa o'rinayotgan qayta tarbiyalash lagerlarining haqiqiy mohiyatini butun dunyoga oshkorlab, dunyoni zilzilaga solgan edi. 24 noyabr Angliya Times gazeti 24 bətlik yana bir muhim məxfi hüccətni e'lon qildi. Mazkur hüccətdə Xitoy hökumətinin qayta tarbiyalash lagerlarini qandaq boshqardiganligi bayon qilingan bo'lib, Xitoyning saxta niqoblarini yana bir qatim yirtib tashlab, Xitoyni xalqaro sahnada o'sal qildi. Әні şu 24 bətlik xəbərini qo'lga tushirgan va təhdidlərə qaramasdan xalqaro medialarga oshkorlagan kishi Gollandiyada turishliq Asiya Abdulahad xonim edi. Asiya Abdulahad xonim 2009 yılı Gollandiyaga kelgan bo'lib, burunqi yo'ldoshi Jasur Habibulla bilan turmush qurgandan keyin bir qiz va bir o'g'il farzand yuz ko'rgan. Asiya xonimning bildirishicha, bu yil 6 oyda o'zini oshkorlashni xohlamagan ma'lum bir kishi mazkur 24 bətlik Xitoy hukumati maxfiy hujjatini uningga elektronlik vosita orqali yo'llab bergan. Asiya xonim bu hujjatning nihoyat muhimligini bayqab, uni xalqaro taratqularga oshkorlashni o'ylashgan va Twitter hisobida uning bir qismini yo'llab, muxbirlar va tadqiqotchilarning diqqatini tortgan. Asiya xonim Twitterda maxsus hujjatning bir qismini e'lon qilgandan keyin uning bir necha ijtimoiy aloqa qurollari hakerning hujumiga uchragan. U yana Facebook Messengerda bir parcha Uyg'urcha uchur topshirib olgan bo'lib, uningda "Endi bo'ldi qilmasang, o'likingni qiyma qilib, eshik oldidagi axlatchilikka tashlab etamiz" degan uchurni topshirib olgan. U bu xatdan nihoyat cho'chib ketgan. Germaniyada turishliq Uyg'ur masalasi tadqiqotchisi Adrian Zeniz va yana bir mutaxassis mazkur hujjatga qiziqib Asiya xonim bilan aloqalashgan. Adrian bu maxfiy hujjatning tuzilish shakli, ifodalash usuli, amaliy ahvoli jihatdan haqiqatan Xitoyning hukumat hujjatlariga o'xshaydiganligini aytib, Asiyani bir muxbirga tunishtirgan. U hujjatlarni muxbirlar e'lon qilish oldi turganda Asiya xonim Xitoy bexatarlik xodimlarining qattiq tahdidiga uchragan. Biroq Asiya xonim bu hujjatlarni haqiqiy xatarga qaramasdan oshkorlash orqali vijdoni va oilasi haqiqiy aminlikka erisha oladiganligi, erkinlik va qonun bilan boshqariladigan davlatda u cho'qim bu xatarga tavakkul qilmasa bo'lmaydiganligini bildirib, yanla e'lon qilishda ching turgan. 9 ayning boshlarida Asiya xonimning burunqi eri Jasurning uzun mezgil aloqa qilishmagan vatanda sud mahkamasida ishlaydigan bir do'sti tuyuqsiz Jasur bilan aloqa qilishib, uningga Jasurning 80 yoshlik onasidan yetkazilgan muhim uchur borligini aytib, Jasurni Dubayga kelishga chaqirgan. Jasur do'stiga ishni Dubayga borgan. Jasur 9 ayning 8 kuni Dubayga yetib borgan. Biroq Dubayda Jasurni uning kon do'sti va bir qancha Xitoy bexatarlik xodimi kutib olgan. Xitoylar Jasurni bir qancha kun so'roq qilgan. Ular Jasurga: "Agar biz bilan hamkorlashsang, sana viza beramiz. Har vaqt vatan qayta olaysan. Agar hamkorlashmayman desang, seni bu qumliqda o'ltirib tashlaysakmi, 20-30 yilgacha hech kim jasadingni bayqay olmaydi" degan. Uningga onasining yig'lab turgan videosini ko'rsatib, onasining hayoti bilan tahdid solgan. Xitoylar uningga bir dona yu-deska berib, yu-deskani Asiya xonimning kompyuteriga chetib, uchur o'g'irlashga buyurgan. Biroq Jasur va Asiya xonim yanla botirlik bilan bu maxfiy hujjatlarni oshkorlashni Gollandiya soqchi idorasiga ma'lum qilishni qaror qilgan. 24 noyabr U7 guruhini o'z ichiga olgan xalqaro muxbirlar tekshirish uyushmasi mazkur hujjatga asosan lagerlarning abdi basharisini oshkorlaydigan maqolalarni yozgan. Tadqiqotchi Adrian Zeniz faqat jasorat bilan oldiga chiqishla uning bexatarligini texmi yaxshi kapolatga ega qila oladiganligi, sukut va yoshirish uni texmi xatarlik ahvoliga tushirib qo'yish mumkinligini aytgan.
Asiya xonim hujjat e'lon qilinib, o'zini oshkorlagandan keyin ko'ngli taskin tepib, rahatlanib qolganligini, o'zining hargizmo Xitoyning tahdidlaridan qo'rqib, qilayotgan ishlaridan yanmaydiganligini aytgan. Qo'shimcha: Әні şundaq təhdidlərə uçrab tursımı, yanla köplügən Uyğur, Qazaq qeyrindaşlar Twitter, Facebook və taratqılar arqılıq özlərinin tutulub ketken uruq tuqqanlar üçün cəsurluq bilən dəva qılmaqda. Asiya xanım aşkarlığan bu hüccət xalqarada küçlük inkas qozğıdı. Asiya xanım özünü aşkarlığandan keyin Xitayning Zuani yer şari gezdi çoğ mavzuluq maqal e'lon qilib, uni yalğancılıqqa chiqadi və onunğa töhmətlərini qildi. Asiya xanımның bexatarligi, onun vətəndəki uruq tuqqanlarının bexatarligi, onun burunqi eri Cəsur Həbibullah həm özünün anısının bexatarligi ularni lagerlarning haqiqatini oshkorlashdan to'sib qalanmadi. Ular vətəndakilərinin ahu zari, millatning qayg'u andishisini texmi jiddiy və xatarlik vaziyatda his qilib, botirlik bilan xatarga tavakkul qildi. Ularning jasoratiga opirin. Asiya Abdul Ahad, Cəsur Həbibullah və başqa barlıq təhdidga yo'liqqan qarindoshlarning oilasiga xotirjamlik tilaymiz. Kasalni yo'shirsang o'lim oshkora. Bugun təhdidni yo'shirsang, ata bandit Xitoylar sana rahim qilmaydi. Jasoratlik bo'l, qarindishim.